Obzorni oshxonadan boshlaganini ko'rganmisizlar. Oshxona chunki bitta jiz to'shdan boshlaylik. E'tibor tortadigan oshxona ekan. Oshxona mashita bo'lgan, lekin ichkariga joy qilishgan. Joydan unumli foydalanib, texnikalar hammasi svejiy, yaqinda bitta 2-3 kun sotuvga endi qo'yildi. Yangi hayot 9-hududdamiz. 7 etажkali domni 4-qavatda joylashganmiz. 79 kvadrat. Katta uyni ko'ramiz. 3 xona, 4 xona qilingan. Xohlasanglar buyog'ini родительский spalnya, детский qilinglar. Uy juda ham keng. Xohlasanglar keyingi variantni ko'rsataman, lekin ungacha mana shu taktika отдельный vanna, отдельный hojatxona. Keyingi xonamizga ham bemalol kirib ko'rsanglar bo'ladi. Bu детскийga yoki aytganimdek родительский spalnya qilsanglar bo'ladi. Bu xonadan chiqqanlardan keyin kattagina zal bor. Marhamat, kirib ko'rsanglar. O'zini televizorni zonalari ham qilib qo'yilgan. Yumshoq mebel qo'yib televizor qo'ysanglar bo'ldi. Hech narsa kerak emas. Uy svejiy remont, high-tech uslubida qilingan. Xo'p, uyimizda ham pastda poliklinika ham bor, maktab, bog'cha, hamma narsa bor. Bu 9-hududni biladiganlar ko'pchilik yaxshi biladi, hamma narsa atrofida bor. Narxga keladigan bo'lsak, 87 ming deyishyapti. Ozgina o'tadigan joyi ham bor ekan.